Hayır, olasiz. Ushbu kerak bo'lsa ol. Bo'lmagan. Aytib qo'ymayapti. Bo'yla bu onasini sizga bu mashqa-ku, bileti. Yo'q. Chesta. Bankdan Bo'yla men bilaman-ku, mana menga yozib qo'yibdi. Bankomatdan chiqarib o'zim olib kelyapman. Sen aytaverasan. Bankomat aldamaydi-ku endi. Bankomat aldamaydi. Men ko'rganman. Bankomat aldamaydi. Xursam men ko'rganman. Sen ko'rib olasan. Bankomat aldamaydi. Chesta turibdilar. Yo'q, onasini sizga qayerda? Yo'q, sen hamma narsa joyida. Men bankomatga borib o'zim chiqarib kelyapman. Pa mujikcha dedim-ku, mujikcha o'ynayapsiz. Kerak bor bunda. Bor hamma narsasi joyida. Bo'la mana falshifka mana bu qaranglar-da. Agar kim bilsa falshifka ajratib olsa, yozinglar, mana pastda qizilcha bilan yozilgan "Ne действительно" deng deb. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bugungi video rolikda ko'rib turganimizdan xursandman. Yana shart bajarish to'g'risidagi video roligimizning 3-qismi bo'ladi. Bugungi shart bajarishda maydon sentrda, ya'ni o'rta chiziqda 10 tadan tepaqim. Agarda kim yutqizsa 10 ming rubldan pul tikib o'ynaymiz. Короче, 10 ming rubldan. Bo'la 10 ming rubldan tikib o'ynashga rozi bo'lsa, yo'qmi? Men rozi. Yoningda pul bormi? Bunday g'irramchilik, unaqa aldash-paldash bo'lmasin. Bunaqa bo'lmaydi. Короче, shart bajarishda bu qallangi video, короче, 10 ming rubldan tikamiz. Kim yutqizsa, mana menda 10 ming rubl. Mana menda ham bor. Keyin yig'lash yo'q bo'la, aytib qo'y oxirida. Yigitcha bo'la og'ay urug'chilik o'ynamaydi. Короче, ko'rib turganlaringiz 10 ming rubldan ikkalamiz tikamiz. Kim yutqizsa, mana shu shartda mana shu 10 ming rubldan beriladi. Bu yerda hech qanaqa nag'ma yoki aldash-paldash yo'q, yoki video uchun degan narsa yo'q. Natural, toza tikib o'ynayapmiz. Toza. Короче, sizlardan bittagina iltimos, faqatgina iltimos. Iloji boricha videolar ko'rilyapti, lekin like bosilmayapti, kommentariy yozilmayapti. Iloji boricha videolarga like bosib, kommentariy yozingizlar. Bundan-da zo'r videolarni ishlab chiqaramiz, xudo xolasa. Hozir Moskva vaqti bilan soat 1 bo'ldi. Mana ishdan chiqdik 12da, yo'q, kelgunimizcha 1 bo'ldi. Mana shu muxlislar uchun deb iloji boricha harakat qilyapmiz. Avvalambor muxlislar uchun va o'zimiz uchun ham. Har qanaqa harom ishlar qilib yurmasa, mana shunaqa yaxshi video roliklar olib, shunaqa kontentlar ishlab harakat qilamiz. Sizlarda faqat o'sha kommentariy yozib, like bosingizlar bo'ldi. Unda boshladikmi? Roziman. Boshladik. Aka, 10 ming hisob qo'yamiz. Kim yutqizsa beradi. Janjal yo'q, aytib qo'ying. Joyida beraqim. Video tasvir paytida birda. Davay. Sentrdan tepishda mana men birinchi boshlayapman. 10 tadan tepamiz. Bo'la tayyormisan? Bilmam nechta uraman yoki uralamanmi va shu yo'qmi, unisini bilmayman. Iloji boricha harakat qilamiz. Sizlardan faqat like va kommentariy. Birinchisini boshlayapman, bo'la. Boshla. Ikkinchi penalti ham ketdi. Al uralganimiz. Uchinchisi ham ketdi, uchinchisi ham. O'xshamayapti. Anchadan beri o'ynamayotgandik. Futbol ancha bo'ldi, 1 yillar kutdi. Oyog'imda sal jarohat bor edi. Hozir yoshligimda zo'r o'ynardim, neki. To'rttadan 0 ta. 4tadan xoli ham bitta ham bo'lgani yo'q. 5-chi. Oltisadan bitta, hatta bitta urdim. 6tadan bitta. Bizlar mana shu Moskvada mana shu forma, ya'ni dastavka samokatda ishlaymiz. Kechqurun har doim soat 12 gacha ishlaymiz. Keyin 12dan keyin uyga kirmasa mana shunaqa futbol kelib, har qanday shart mana shu futbol bo'yicha shart o'yinlar o'ynab turib, mana shunaqa o'zimiz qiziqtirib yuribmiz. 6tadan bitta, bu 7-chida. 7-chisini ham tepyapmiz. Shu tut tepolgan. Saksana yukta. 9-chi.
Vay böyle. Gapni lo'nda va qisqasi, короче, 10 tani tepdim, 10 tadan 2 tagina gol. Bilmadim. Kim yutar, kim yutqizadi, no. Bunda o yerda pashni 1,5 kunlik ish haqqimizni tikamiz hozir. Endi navbat meniki. Endi navbat bo'lan turdi bartaga. 10 tadan xudo xolasa 3 ta uramiz. Mana boshladim men. Nasvoy chagavasin u. Papayli nasidan. Yo'naydi. Bo'lam tepda 10 tadan 3 ta, 2 ta bo'ldi. 10 tadan 2 ta bo'ldi seniki. Birinchi ketdi mana. Birinchisini boshladik, ikkinchisini tegyapmiz. Endi necha bir tomonga bo'lib qoldi, faqat bir tomonga. Nima bo'layapti? Gol bo'lmayapti, gol. Qarang, qarang. Faqat bir tomon bo'lib qoldi. Yo'q mana. Ketmon uchmay qoldi lekin shu anchadan beri. Safarimiz qaridi. Safarimiz qaridi. Yo'q. Bo'lish kerak baribir qachonda. Hay balla, bo'lmadi-ku. Natija qilamiz hozir. Hali 3 ta bor imkoniyat. Bo'lish kerak. Bitta hatyaba, bitta hatyaba. Natijasi Sizga 10 mingni yutdik. 10 mingni yutdik bo'lajon. 10 mingni sadaqani hozir sizga 10 ming. ha. Tekshirib oladi, sen ondan sonra o falshka narsalar tiqib yurasan-ku. Qiziqib. Ha, ya anaqa bo'lmagan. Aytib bo'lmaydi. Bo'la bu onasini sizga bu falshka-ku, biladi. Yo'q, yo'q. Chesta. Bankdan Bo'la chiqarib olgan. men bilaman-ku, mana menga yozib qo'yib pastni vialetni. Bankomatdan chiqarib o'zim olib kelyapman. Sen aytaverasan. Bankomat aldamaydi-ku endi. Bankomat aldamaydi. Men ko'rganman. Bankomat aldamaydi. Qo'ysam men ko'rganman. Sen ko'rib olasan. Bankomat aldamaydi. Chesta turibdilar. Yo'q, onasini sizga qayerda? Yo'q, sen hamma narsa joyida. Men bankomatga borib o'zim chiqarib kelyapman. Pa mujikcha dedim-ku. Mujikcha o'ynayapsiz. Kerak bor bunda. Bor hamma narsasi joyida. Bo'la mana falshka mana bu qaranglar-da. Agar kim bilsa falshka ajrat olsa, yozinglar, mana pastda qizilcha bilan yozilgan ne действительно dengi deb. Yozib oling. Chesta pul. Bo'la mana yozib turibdi-ku. To'xta mana, to'xta. Qanday nima ko'rsang ham mana bu chesta pul. Men bankomatdan o'zim chiqarib olganman. Pul qayerda? Mana 15 minut oldin emas. Mana bunda yo'q. Davomida chiqarib. O'zimnikida yo'q. Hech ko'tingdan kelsa o'yna. Kunuzaq davomida chiqarilgan pul mumkin emas falshka. Sen bilmasan turibdi ana chizig'i. Yo'q, uni o'zing chiqargansan-ku bo'la. Men qanday chiqaraman? Qanday olib chiqaraman? Ikkovimiz kelishdikmi? Kelishdik. Pamujiski mana chesta pul. Mana nimaga menda yo'q mana? Tayda yo'q. Senda bor. Hammasida bo'ladi mana. Bo'la ko'tingdan kelsa o'yna. Mana. Nima qilaman mana? Chesta pul. Yo'q, bo'lmagan.